Azospermiya bu urug' erkak kishini spermasi tarkibida urug' hujayralar, ya'ni spermatozoidlarni bo'lmasligi aytiladi. Asosan sabab nima bo'lishi mumkin? Bu yerda, ya'ni sabab asosan ikki xil bo'ladi: obstruktiv va sekretor. Obstruktiv degani nima degani? Ya'ni urug' o'zi tegi bor, ya'ni urug'donda urug' rivojlangan, lekin qandaydir sabablarga ko'ra asosan yo'llar bilan muammo bo'ladi, tashqariga chiqa olmaydi. Bu obstruktiv holat deyiladi. Ikkinchi holat bu sekretor. Sekretor bu ya'ni urug'ni o'zini, ya'ni urug'donda ishlab chiqarishda katta muammo. Ya'ni qanaqa muammo? Urug'ni yetuk formaga yetguncha bir qancha davrdan o'tadi. Mana shu davrlarda qandaydir buzilishi tufayli urug'ni yetilishi orqada qolgan va shuni hisobidan, to есть urug' rivojlanishi qiyin bo'ladi, yoki rivojlanmagan bo'ladi. Bu esa sekretor holat bo'ladi. Bunday holatda yechim qanaqa bo'ladi? Yechim asosan bu biopsiya yoki teza bilan, mikroteza bilan yakunlanadi. Obstruktiv holatda demak 5 yil o'tadimi yoki 10 yil o'tadimi, 20 yil o'tadimi? Agar ichida urug' bo'lsa, urug' tashqariga chiqishi mumkin. To есть urug'ni olgandan keyin faqat VRT da, ya'ni yordamchi reproduktiv texnologiya ekoda ishlatsa bo'ladi. Tabiiy holatda buni agar urug' yo'lini tiklash iloji bo'lmasa, tabiiy holatda homiladorlik bo'lish qiyin masala juda. Sekretor holatda esa bu yerda faqatki stimulyatsiya qilib, ya'ni определенный dorilar, gormonlar berib, rivojlantirib, undan keyin o'sha tuxumni teza qilinadi. O'shanda urug' chiqsa, undan keyin muzlatib, keyin uni ekoda foydalansa bo'ladi.